Go'sht narxi pasayadimi? O'zbekistonda yangi choralar boshlandi. Go'sht narxi nega oshmoqda va uni arzonlashtirish uchun qanday choralar ko'rilmoqda? Eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun Xolis 24 kanaliga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu masala bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. O'zbekistonda go'sht narxini barqarorlashtirish va aholini sifatli go'sht mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash masalasi davlat darajasida muhokama qilindi. Prezident raisligida o'tkazilgan yig'ilishda ichki bozorda go'sht ishlab chiqarishni ko'paytirish, narxlarni pasaytirish va chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha yangi vazifalar belgilandi. Qayd etilishicha, bugungi kunda go'sht narxiga yem-xashak xarajatlari, logistika, import va bozordagi talab kabi bir qator omillar ta'sir qilmoqda. Shu sababli hukumat ishlab chiqarish hajmini oshirish orqali narxlarni barqarorlashtirishni maqsad qilgan. Buning uchun chorvachilik xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash, naslli qoramollar sonini ko'paytirish, zamonaviy chorvachilik komplekslarini ishga tushirish va yem-xashak bazasini mustahkamlash rejalashtirilgan. Shuningdek, go'sht importi va logistika tizimini takomillashtirish orqali bozorda raqobatni kuchaytirish ham ko'zda tutilgan. Mas'ullar ta'kidlashicha, ishlab chiqarish hajmi oshgan sari ichki bozorda go'sht taklifi ham ortadi. Bu esa narxlarning keskin ko'tarilib ketishining oldini olishga xizmat qilishi mumkin. Biroq mutaxassislar narxlarning o'zgarishi mavsumiy omillar, talab va taklif hamda jahon bozoridagi vaziyatga ham bog'liq ekanligini eslatmoqda. Prezident yig'ilishda hududlarda chorvachilik loyihalarini kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham topshiriqlar berildi. Maqsad aholini hamyonbop narxda go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashdir. Endi asosiy savol shuki, ko'rilayotgan ushbu choralar go'sht narxining pasayishiga olib keladimi? Bunga yaqin oylarda bozor holati va ishlab chiqarish hajmidagi o'zgarishlar javob beradi. Sizningcha ushbu choralar go'sht narxining pasayishiga yordam beradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va Xolis 24 kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.